Vatandaşlar qo'ldan kelganicha yordam qilsalaringiz, iltimos o'zimni uy joyim bo'lsin deyman. Iltimos sizlardan. Mana birovni uyda o'tiribmiz. Iltimos vatandaşlar qo'ldan kelganicha yordam qilsalaringiz degan umidda o'zimni uyimdan to'yib chiqib ketishni istayman. Iltimos sizlardan qo'ldan kelganicha yordam qilingizlar. Onaxon o'g'lingiz bo'lmasa, men o'g'lingiz. Judayam ko'pchilik qo'llab-quvvatladi. Samarqanddan kelin qilamiz deyishdi. Xorazmdan, Qoraqalpog'istondan, Buxorodan, Toshkentdan, kerak bo'lsa Andijonlardan, Farg'onalardan telefon qilishdi. Bolam, ko'pdan ko'p duoni sizlarga berayin Xudoya. Bolalaringiz rohatini ko'ring, to'y tomosha qiling bolam. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Ma'ruf Rahimqulov kanalining hurmatli kuzatuvchilari. Do'stlar, videoni boshida ko'rdinglar. Bugungi ikkinchi qism bo'ladi. Videoni boshidan like deb bosinglar. Boshidan qo'llab-quvvatlanglar, jigarlarim. Bugun to'liqroq manzillarni tushuntirib, adreslarni hamma narsani tushuntirib o'tamiz. Tayyormisizlar? Biz ham tayyormiz, jigarlar. Demak, boshladik. Qaranglar. Mana bu uy begonaning uyi. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Video sal uzoqroq bo'ladi, shuning uchun o'tkazib yubormay oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Opamizni ham hammasini sizlarga chiqarib beramiz. Mana bu begonaning uyi, kecha ko'rsatdim. Bu uyda bir uyning egasi Ehson deb turib shu opalarimizni qo'yib qo'yibdi. Shu onaxonlar qo'yib qo'yibdi. Uyda oldingi ko'rinishi mana. Buni ko'rsatib o'ramiz. Tomi shifrlanmagan, lekin ichkariga suv o'tmas ekan. Mana mayli eski uy. Orqalarini ham bir ko'rsatib o'tinglar. Orqalari ham mana jigarlar. Ishqilib mayli, nima bo'lgan taqdirda ham shu uyning egasidan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu uyda shu opalarimizga berib qo'yibdi. Keyin bir gapni aytaman. Kecha juda ham ko'pchilik qo'llab-quvvatladi. Samarqanddan kelin qilamiz deyishdi. Xorazmdan, Qoraqalpog'istondan, Buxorodan, Toshkentdan, kerak bo'lsa Andijonlardan, Farg'onalardan telefon qilishdi. Rahmat jigarlar. Endi o'sha savollaringga hozir javob olamiz. Xudo xolasa intervyu olamiz, ko'ramiz. Sizlar kecha uy quramiz dedinglar, kelinglar jigarlarim, bitta yordam qilamiz. Ekranga mana shunday ko'rsatib qo'yaman hozir. Bu tomonda Sberbank bor, bu tomonida Agrobank bor. Mana shunga seryozni yordam beraylik jigarlar. 20 million so'm, 18 million so'mga 6 sotlik yer berar ekan. Sizlar ko'pchiliksizlar. Bir seryozni yordam beringlar. Rossiyada yurganlar, jigarlarim, shu ikkita kola ichmasang ichmang. Mana shu 500 rubl, 1000 rubl qo'ldan kelgancha bitta yordam qo'raylik, yer olaylik. Keyin qurilishni birdan quramiz. Mana shunaqa uydan kattaroqqa bitta uy qurib, qo'palan bo'lsa hojatxona, banyalar bilan qurib beraylik. O'sha musofirlar sizlar qurgan uylaringda shu insonlarni to'y qilaylik. Kecha jonli efirda qancha qo'llab-quvvatladinglar. Kelinglar do'stlar, karta nomerga befarq bo'lmanglar. Qo'ldan kelgancha bosamiz jigarlar. Meni akalarim, opalarim, onaxonlarim O'zbekistondan tursanglar, 50 ming so'm, 100 ming so'm shuni otib yuboringlar. Ehson uchun ketdik, endi videoni kuzatamiz. O'choqmi bu bilmayman, bu tandir menimcha buzilib ketgan, hammayli. Kelinglar. Ozgina shamol bo'lib e'tibor bermaysizlar, shuning uchun men yuraman shamolga. Yog'ochlari hammayli. Shu uyda egasidan ham Alloh rozi bo'lsin shu opalarimizga. Mana xuddi. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Keling qani. Kecha uyda ichini ko'rsatmadim, bugun bir ko'rsatib o'tamiz. Yaxshimisiz? Keling qani o'zingiz. Keling. Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Mazangiz zo'rmi? Yaxshi, zo'r, o'zlaringiz zo'rmi? Yaxshimizlarmi? Rahmat. Kecha sizni ko'pchilik qo'llab-quvvatladi. Shu musofirlarni ham sizga bee'tibor bo'lmagani uchun, shu xolamizga uy qurib beraylik deganlari uchun, hali kelin qilamiz deyishdi, to'y qilaylik deyishdi. Undan oldin opamizga deyapti, uy qurib beraylik deyapti. Shu uy qurib beramiz degan akalarimiz, opalarimiz uchun bir duo bering, onaxon. Nima aytgan niyatlaringizni yetkazingizlar. Ishlaringizni muvaffaqiyatini bersin bolalarim. Ota-onalarning hajga haji yoshlarga yetib, bundan da martabalariniz ulug' bo'lsin. Odamlarga birni bersa, sizlarga mingni bersin. Mening bolalarimning mana duosini oling, otasini. Shu ikki bolamni vaqt voyaga yetkazib menim. Sizlarning duolaringizni olayin bolam. Ko'pdan ko'p duoni sizlarga berayin Xudoya.
Allah'ın rahatını görün, toy tamaşa kılın bana. Amin. Allohu akbar. حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا كم أبرأت وسبا باللمس راحة وأطلقت أربا من ربقة اللمم كم أبرأت وسبا باللمس راحة وأطلقت أربا من ربقة اللمم Qarang, sizda mana shuncha farzandlaringiz bor ekan. Siz aytasiz, o'g'lingiz bo'lmagani bilan hali shuncha, masalan, yigitlar telefon qildi, menga qancha odamlar bog'landi. Hali nasib bo'lsa kuyovlaringiz o'g'lingiz bo'lsin. Xudo xolasa, birinchi o'rinda mana e'lon qildim siz o'g'lingiz. Ekranga karta nomer qo'yamiz. Birinchi o'rinda 6 sotikmi yer sotib olamiz. Yer sotib olamiz deganlarim, mana shu onaxonimizning hurmatlari chiroyli qilib bitta uy qurib beramiz. Mana shunaqa uyda yangisini, fundamentlarini baquvvat qilib o'zimiz qo'limiz bilan quramiz. Opalarimiz, onaxonlarimiz produktlarni olib kelib beramiz. Bizga ovqatlarni qilib beraveradilar ustalarga. Biz chiroyli qilib nasib bo'lsa quramiz. Adresni tushuntirib o'taman. Eng muhimi, adres Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Nuriston shaharchasida. Bu bilmayman, Yangi Jayronmi, nima deyiladi? Yangi Jayron. Ha, Yangi Jayron degan joy. Xullas kalom, ekranda men telefon nomerim bor. Telefon qilib ham bemalol yordam qilishlaring mumkin. Shu bolalarga joy bo'lsin-da bolam. Mening duosini olay, bir qozon osh qilib menim. Albatta. Duo olib O'sha musofirlar qurgan uyda opalarimizni to'y qilsak-a? Yo'l, sizlar chaqiraman men shu ularni. Bizlar bosh bo'lamiz. Mahalla raisimiz ham kecha telefon qildilar, Ma'rufjon dedilar, bizni mahalla fuqarolarini olib chiqibsiz. Rahmat sizga. Biz u oilaga ham yordam beramiz. Hali oldimga keling, siz bilan maslahatlashadigan gap bor dedilar. Men aytdim, xudo xolasa boraman, bir video olayin dedim. Xalq ikkinchi qismini kuzatyapti, so'rayapti. Hozir videoni olganimdan keyin mahalla raisdorligiga boraman. Yer masalasini ham gaplashib ko'ramiz. Mahalladan nima yordam, ular ham shifrni olib berar, boshqasini qilib berar. Ko'pdan ko'p fikr chiqadi. Ishtimay emas. Qo'ldan kelgancha shuni bitta yordam qilinglar, onaxonning hurmatlari. Bugun juma kuni, eng ulug' ayyom kun, eng yaxshi kun. Juma namozda bugun men bolam. Juma namozidan kelgan akalarimiz. Nog'ayim borib, supurib berib keldim qizlarimga. Masjiddami? Duolayim men shu ikki bolam uchun dedi. Bolam jurada nelar bor ma'lumjon. Chalasam, jalamasam jurada turibdi ol. Bitta mana ol bo'lmadi endi. Kimlarga so'rasam bolam yo'qib deb chalarman bolalar. Onaxon, o'g'lingiz bo'lmasa, men o'g'lingiz. Mana shu onamga ko'z yosh qilmasinlar. Bitta yordam qilaringlar. Mana bizlardek pahlavon o'g'illaringiz bor. Shuni odamlar kiritib berdi. Altimiz kiritib turib, uy ancha dedi. Men kiritma. Tashqarida keyin odamlar tashqindan kelib bilmayman. Vofiq degan bir mashinada keldi. Men buni takman ustijobag'dan shu nesa ber. Shundan shular ko'rib ketdi. Men shu turib edi. Keyin aytib kiritdi. Bering bir xonani dedi. Men javob qo'ydim, bermadi. Baqcha tatgan bir xona ber dedi. Shuncha jurak-jurakni o'tib ketgan boribjon. Mayli onaxon, o'ylamang, bizlarda farzandlaringiz bor. Onaman shu uchun bir uy qilib beringlar bolam. Keyin sizlardan mingdan roziman. Rahmat. Onaxonimiz namozda o'tirganimda duo qilaman. Ikkovingizga duo beraman. Rahmat. Ko'payinglar, Xudo bolalaring ko'p bo'lsin. Rahmat. Juma kuni qaranglar. Hajlarga borib jursin ham nasib bo'lsin. Rahmat, rahmat. Ota bo'lib jur, bosh bo'lib jursin ham. Rahmat. Mana shu juma kuni, ulug' ayyom kuni, yaxshi kunda birlashadigan paytimiz keldi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston va Qoraqalpog'iston jigarlarim, akalarim, sizlarga hech narsa emas. 500 rubl, 1000 rubldan bir onaxon uchun bir otinglar. Nimaga men bunday deyotganim sababi bizlar yer olishimiz kerak. 18-20 million so'm bizga mablag' kerak. Bu og'izga aytish oson, lekin ko'pchilik ijtimoiy emas bu. Bitta yordam qilinglar. Har bitta ko'rayotgan insonlar pul tayyor olmasanglar, yordam qila olmasanglar ayb emas bu. Mana shu juma kuni savob bo'ladi. Shu videoni 10 ta odamga tarqatib qo'yinglar. Mana shu musofirlar olib bergan o'sha sizlar qurgan uyda shu opalarimni to'y qilaylik. Shu. Gazga bosamiz. Qani bor opam? O'tiribdilarmi? Surayya opa. Assalomu alaykum, keling qani.
Yaxshimisiz? Mazangiz zo'rmi? Mana biz opamiz. Keling, opajonim, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Balandroq gap. Videongiz chiqardik opajon. Ha, ko'rdim. O'zingiz ham ko'rdingiz, ko'pchilik ko'rdi. Kommentariyani o'qib, men o'zim xursand bo'lib ketdim. Sizni qanchadan qancha insonlar kelin qilaman dedi. O'g'limga dedi, kimdir jiyanimga dedi. Chiqadi. Ba'zi bir joylarga achchig'im ham keldi. Yoshlari katta 60 ga kirgan, 55 ga kirgan odamlar telefon qilib, mayli ularning hayotida nima bo'lgan, odamga sal insof kerak-da. Qiz bola hali. Mendan bo'lsa 1 yosh katta. Sal insof sari baraka, farzandingizdan ham kichkina qizga uylanaman demanglar, sal o'zbekchiligimiz, urf ana nima deydi, iymonimiz qayerda qolib ketdi? O'sha uchun opamizni shuncha odam kelin qilaman dedi. Nasib, men shu qarorga keldim hozir. Bitta sizlarga yer sotib olamiz. O'sha yerga uy quramiz. Mana shunday uyda bir xona 2 koridor qilib, hammomlari bilan qurib, devorda albatta o'rab olamiz. Chunki ayollar bor joyda devor ochilib yotmasligi kerak. Mana bunda devori yo'q. Itam keladi, bitam keladi. Bachchalar kelayotgan har xil narsa so'rab keladi. Bu yoqda ochilib yotsa, bu opalarimiz ukasi bo'lmasa, onaxonni o'g'li bo'lmasa, men har doim 24 soat bu yoqqa kela olmayman. O'sha uchun yopiq qilib, mana bunday qilib quramiz. Mana shunday qilib, qaranglar do'stlar. Ana shunday qilib uy qurib beraylik. Bu yerga shu darvozani qo'yamizda, mana shunday qilib uy qurib bersak, hech kim bezovta ham qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Albatta. Keyin mana shu opamizni endi opalari bor, Muhayyo opamiz, u kishi ishda ekanlar. Ozgina xijolat bo'layaptilar, ozgina uyalyaptilar, mayli. Shunday deyaptilar, lekin u kishini ham ko'rsatamiz. U kishini ham hali ko'rmagan bo'lsam, kelin qilaman deydiganlar bor. Rahmat, bee'tibor qoldirmagani uchun. Xudo xolasa bitta yordam qilinglar. Jizzaxdan bir telefon qildi, juda ham bir boy, badavlat oila ekan. Shu oila ham kelin qilaman dedi. 89-yil ekan. U kishi bir uylangan ekan, oilalari bilan xullas baxtlari kelishmay ajrashgan ekan. Keyin shu ham telefon qilib, Ma'rifjon oldingizga o'tamiz. Shu onaxon bilan gaplashaylik, shu qiz bilan gaplashaylik, onalarim bilan boraman deyapti. Hamma xarajatlarni ko'tarib to'y qilamiz deyapti. Bir narsani aytdim. To'y qilamiz qachon shularga bir vatan qursak. Bitta uy quramiz, ana undan keyin o'sha uyda musofirlar uyda bitta zo'r to'y qilamiz, final to'y bilan birgalikda. Vatandoshlar qo'ldan kelganicha yordam qilsalaringiz, iltimos o'zimni uy joyim bo'lsin deyman. Iltimos sizlardan. Mana birovda uyda o'tiribmiz. Iltimos vatandoshlar qo'ldan kelganicha yordam qilsalaringiz degan umiddayman. O'zimni uyimdan to'y bo'lib chiqib ketishni istayman. Iltimos sizlardan qo'ldan kelgancha yordam qilingizlar. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarim, qo'ldan kelgancha yordam qilsalaringiz, iltimos sizlardan duo qilib qolardim. Qadrli vatandoshlar, ko'ryapsizlar. Bir vatan qurmasak bo'lmaydi. Jigarlarim, akalarim, opalarim, yana bir marta eslataman. Ekranda kartalar qo'yilgan. Yordam beringizlar, poddershka beringizlar. Bitta yer sotib olaylik. 18 million, 20 million so'm pul turadi. 20 mingta, 30 mingta odam ko'radi bu videoni. Like'larni bosib, gumbillatib tarqatingizlar. Mana shu insonlarni to'y qilish uchun bitta uy qilib beraylik. Siz va bizni mana shu qurgan uyimizda, o'zim mehnat qilib quraman shu uyda. O'zimizni uyimizda, mana shu musofirlar uyida, mana shu opalarimizga qurib bergan uyda shularni to'y qilaylik. Kelinglar jigarlarim. Meni kanalim videoning oxirida ham aytaman, oilaviy ko'radigan kanal. Bizning kanalimizda so'kinishlar bo'lmaydi, bizning kanalimizda hurmatsizliklar bo'lmaydi. Kommentariyada ham chiroyli qilib yozinglar, xo'p? Jigarlarim, opalarim kuzatadi, hoji onalarim kuzatadi. Ularning oldida meni yuzim shivit bo'lib qolishini xohlamayman. Shuning uchun zo'r kommentariya yozinglar. Iltimos jigarlarim, o'zim ham hozir mana shu videoni ko'rib ko'zimga yosh keldi. Jigarlarim, bitta yordam qilamiz. Bitta bugun Ma'ruf Rahimqulovning jigarlari, obunachilari birlashadigan kun. 20 million hech narsa emas hammaga. O'zbekistondagilar 50 ming, 100 mingdan shuni taylasanglar ham yig'ilib ketadi. Rossiyadagilar jigarlar 500 rubl, 1000 rubl shuni taylaylar juma kuni, ulug' ayyom kuni. Namoz o'qiymiz hammamiz. Kelinglar namozdan kelib ihson qiladigan kuni. Bitta ihson qilib, bir umr esda qoladigan yer maydoni 6 sotiklik joyda sotib beramiz. Men pahlavon akalarim gaziga bosamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.